Ulug' Misr podshoyi Akhenatonga hurmat bilan salom qilamiz. Nim bo'lib? Bizni eslab qoldinglar. Meni majburlamagan bo'lsa, qimmatlik vaqtingizni olmagan bo'latdim. Aytinglar. Sizlarni kim majbur qildi? Ibodatxona nomidan Yuzars hazratlari ustidan shikoyat qilaman. Hurmatli oliylari, bug'doy ilishimiz uchun Amon ibodatxonasidan pul ilishga haqqi bormi? Albatta haqqi bor. Bug'doy xalqning yil bo'yi ishlab yiqqan boyligidir. Bug'doyni nemishqa Amon ibodatxonasiga bekorga bergidak. Shundoq, bug'doy xalqninki. Buningga fikrimiz o'xshash. Ammo Amon buningga haqliqdir. Chunki kohinlar xalqning dinini qo'g'dash mas'uliyatini o'taydi. Agar Amon ibodatxonasining xayrlik duolari bo'lmagan bo'lsa-di, siz buncha ko'p bug'doyni qandoq to'play oladingiz? Ammo bizning qo'limizga ma'lumotga qaraganda, sizlar xalqning qo'lidagi bug'doyni Yuzars hazratlariga topshirmasligi uchun qo'linglardan kelganini oymay qildinglar. Bular asossiz tuhmat. Xato ma'lumot berilibdi. Vaqti kelganda sizlarga buni isbotlab beramiz. Mening bir savolim bor. Xalqning xizmatkorlari bo'lgan biz kohinlarga bug'doy sotsanglar, nemishqa 3 yasi yuqori bahoda sotsizlar. Buningda bir gap bormi, qandaq? Chunki sizlarning pulinglar bor. Boylik egisi sizlar. Tangri Amonning oltin kumush bilan to'lgan sanduqlarni ochadigan vaqti kelmadimi? Tangrilar xazinasining ishlatilishi hojat emasmi? Meni kechiringlar, ammo Amon ibodatxonasidagi xazina uchun bir qator planlar tuzilgan bo'lsa kerak. Sizlarni birasi bug'doy elishga majburlamagandi? Yo'q, Yuzars hazratlari, biz faqat yuqori bahoda bug'doy sotib olmoqchi emas. Chunki boshqalardan ko'p arzon bahoda bug'doy sotib olsak, ondan to'g'ri bo'larmikin deyman. Men siz bilan o'xshash fikrdaman, boshqayin anqmahu. Bug'doyni xohlagan yerdan olsangiz bo'ladi. Hatto xohlagan davlatlardan sotib olsangizmi bo'ladi. Balki bu ko'rishishimiz davlatning ichki ishlariga daxli sifatida qabul qilinmas. Oliylari, bu ishlar ichki ishlarga daxl qiladi. Ular bug'doyni boshqa yerlardan kirgizish orqali Amonni g'oltib etish planlariga to'salg'il qiladi. Andish qilmanglar. Menda kohinlar bilmaydigan uchurlarmi bor? Uzunga bormay bizdan bug'doy elishga majbur bo'ladi. Yuzars hazratlariga bo'lgan ishonchim tufaylidan ibodatxonaning tashabbuslariga ko'ngil bilmayman. Yuzars hazratlarining aytganlarining amaliyotga aylanishini umid qilaman. Gapimning to'g'riligini isbotlab bera olaman. Bakma afsus, qo'shni davlatlarning hammasi qurg'oqchilik bilan kurash qilyotdi. Baş kahin Ankmaho va uning kohinlari boshqa davlatlardan hargiz bug'doy ololmaydi. Buningga chazm qila olamsiz? Nihoyat yaxshi. Men buni bilmaydi ekanman. Bu kohinlar uchun hech qancha ish bo'lmagani bilan qo'shni davlatdagi fuqarolar uchun toza yaxshi ish emas. Biz qurg'oqchilikni bilaladik, lekin ular bilanmidi. Shuning uchun ular ko'p qiyinchilik uchraydi. Kenan xalqi bu qurg'oqchilikqa qanday bardoshlik beradi? Allohim, ularga yordam qilgin. Yahuda, qara.
O 10 başaqdan chiqqan buğday. Bu buğdaylarni teri qilib olmaydi. Bunyamin. Dadimizga aytqin. Bütün buğdaylar mana mushundaq. Yig'amdiq yoki tashlab etamdiq. Shundaq qil, berib so'rab baqqin. Aql, meni saqlab turinglar. Bizlar Ibrohim e'tiqod qilgan dinga e'tiqod qilamiz. Kitobimiz mana mush parchalar shu. Cho'ng dada, Hazrat Ibrohim kim edi? O mening cho'ng dadam edi. Umu Allohning payg'ambarlaridan biri edi. Kanonga kelgan tunji kishi shu. Cho'ng dada, aytib bergina, Kanonda yashagan tunji insonlar bizmi? Yoki bizdan ilgari yashaganlarmi bormidi? Yo'q, balam. Bizdan ilgari mo Kanon bor edi va bu yerda insonlar yashagan edi. Cho'ng dada, nimishqa bizni Isroil o'g'illari deyishidi? Kanonning asli aholilari sizlarni Isroil o'g'illari deyishidi. Chunki sizlar mening o'g'illarim va navrilarim. Mening yana bir ismim Isroildir. Shu holda sizlar va dadanglar Isroil o'g'illari deb atilasizlar. Allohning payg'ambariga salom. Nim bo'ldi Bunyamin? Dada, bu yilqi buğdaylar mana mushundoq ekan. O'rib yig'andiq yoki tashlab etamdiq. Foydasi har qancha oz usul bo'lib, har qancha jafo tassaqmi, boshqa choramiz yo'q, bolam. Oldimizda qiyinchilik bilan o'tadigan yillar bor. Buğdaylarni o'rib, qo'linglardan kelishicha to'planglar. Uni intayin tejab ishlatinglar. Bo'lmasa qahatchilik bizdan badal to'latkizadi. Qo'limizdan kelganini aymaymiz. Boshaqlarda bir tal buğday donasini qoldirmaymiz. Biz uchun buğday bo'lmagan taqdirdimi? Hayvonlarimiz uchun samallarimiz bor. O'rib yig'inglar. Mushunchilik bo'lgan taqdirdimi bu bir g'animat. Ma'qul dada. O'ttiz yildan beri yaxshilik va barakat o'g'illarimdan yuz o'rdi. Qerindishi yo'qab ketgandan beri qancha tirishib ishlasam-u, yanala bir parcha nonga muhtoj. Balarim, so'zlab nega kelgan to'p? Buğdaymi? Misrda yüzar sütün başqa hech kimda buğday yo'q. U buğdaylarning hammasini boshaqlar bilan ambarlarga qochildi. Uni bizmi bilamiz? Biz Misrdan boshqa qo'shni davlatlarni demoqchimiz. Mening Etit va Mistani o'lkalaridan xabarim bor. U yerlardami qurg'oqchilik yuz beribdi. Boshqa mamlakatlardan surish tiqib beqinglar. Balkim shu yerlardan buğday kirgizishinglar mumkin. To'xtanglar. Shaharga kirishga maqsadinglar nima? Mamlakatimizda qahatchilik ofati yuz berdi. Misrda ochliq bor deb angladik. Shunga bizga yordam qilishinglarni umid qilamiz. Sizlar barlar bo'lsanglar kerak. Shundoq afandim. Xabar kelguncha mush yerda saqlab turinglar. Men qaytib kelguncha mush yerda turib turinglar.
Hazratlari, bugungacha Taps kantidan 400 kishi qullarning chiqimidan qutulish uchun ularni ozod qildi. Bu qullar yo'qsul hisoblanadi. Ularga bekog' bug'doy beringlar. Nimishqa bekog' bug'doy bersizlar? Nimishqa ulardan foydalanmaysizlar? Bug'doyni tortish, saqlash, qo'g'dash uchun nurg'un odamlarga ehtiyojinglar tushidi. Ular sizlar ishlab berganning o'rniga bug'doy bersanglarchi. Yaraysan Asanat. Nihoyat yaxshi fikr bo'ldi. Men sendek aqlli bir ayolni menga bergan Allohning menga qilgan iltifotiga rahmat etishim kerak. Undaqda kam bo'lgan emgak kuchimizni bu qullar orqali to'liqlayolg'udakmiz. Danishman Yuzarsif hazratlariga salom. Allohning salimi sangmi bo'lsin. Hazratim, men Sharqi darvozada navbatchilik qilatdim. Qo'shni davlatlardan kelgan bir qancha kishi bug'doy setib olib kelganligini aytdi. Ularga nima deb javob beramiz? Rostli qurg'oqchilik uchrabdimi yoki undaq emasmi? Obdaroq tekshirib beqinglar. Boshqa davlatdan kelganlarga aldirab bug'doy bermanglar. Qachilik yuz bergan mamlakatlarning ismini xili burunli aniqlab chiqqan. Vaqtliq bu qiyinchilikdan o'tib olish uchun har bir odamga bir oylik, ya'ni bir o'lchakdan ortiq bug'doy bermanglar. Bahosimi burunqidakli bo'lsin. Ismini va nereden kelganligini yozinglar. Bir odam bir qatimdan ortiq bug'doy olmasin. Yuk taqlarini obdaroq tekshiringlar. Agar qurol yaraq chiqsa, darhol bu yerga olib kelinglar. Buningda qahatchilik tahdidiga uchragan mamlakatlarning ismi yozinglar. Siz bir amal qiling xonish oyim. Ular ibodatxona vayron qilish uchun qasam ichibdi. Bug'doy berishdimmi, o'zini qochiryotdi. Qo'limdan nima keladi? Uzundan beri saroyga kirishimga ruxsat qilmadi. Mening yenimda so'zlashmaydi. Meni ibodatxonaning sadoqatman muxlisi deb qaraydi. Ibodatxonaning bir qancha oylik bug'doyini hal qila olgan bo'lsak, biz oldingi yillik usulimiz bilan ibodatxonaning ehtiyojini qamday olgan bo'lardik. Sizlar 5 yilgacha yomg'ir yog'maydiganligidan xotirjam bo'linglar. Sababi nima ekan bilmadim, ammo Yuzarsifning aytganlarining hammasi amaliyot yuz beryapti. Biz har vaqt sizga ishinyapmiz xonim. Okenatunning sarayida bizlar. Amin Hutep. Angladingmi? O'g'limning ismi Amin Hutepdir. Uni har vaqt mush ism bilan chaqiraman. U g'alit ismni asla og'zimga olg'im yo'q. Bo'ladi, ma'qul. Amin Hutep. Amin Hutepning sarayida siz har vaqt bizga yordam qildingiz. Amonning xizmatkorlarini unutib qolmasligingiz kerak xonish oyim. Yana bir qatim podsho kechiringlar. Podsho Amon Hutepning yeniga borsangiz, ibodatxonaga lozimlik bug'doy berib qolsa ajab emas xonish oyim. Bo'ladi amsa, qo'limdan kelganini qilib boqay. Tanrı'nın g'azabidan qo'rq. Amonning g'azabidan qo'rq. Agar Amon Hutepning qog'ishiga uchirsang, senlar ambarlaring kuyib, kulga aylanib ketadi. Yuzarsif seni aldı de. Hammanglarni aldı de. Qo'yib etish meni. Balkim bu saroy o'rilib tushib, senlar Yuzarsif halok bo'lasizlar. Qo'yib etish meni saranglar. Qo'yib etish. Amonni endi g'azablantirib bo'lmanglar. Xonish oyim qattiq g'azablanibdi. Ibodatxonakilarning ahvolini anglagan bo'lsa kerak. Shundoq. Bu kahillarning mag'lubiyati. Bu ularning bug'doy topolmaydiganligini ifodalab berdi. Qachon sizga nisbatan ishimda gumon tug'ilib qolsa, sizning va Allohning qudratiga guvohchi bo'lib, gumonning o'rnini iymon egallaydi.
ulug' Alloh bilan bog'lanishingiz borligidan hech bir gumonim yo'q. Bugunga qadar qancha qitimlab Amonning ulug' Allohning oldida hech qanday kuchining yo'q ekanligiga guvoh bo'ldik. Shubhisizki, kahillarning bug'doy tepishga amalsiz qilishi ularning yo'qolishini tezlatdi. Yagona Allohga e'tiqod qilishni Misrning davlat dini qilib e'lon qilish, butparastlik va sherikchilikni yo'qotish mening birdan-bir orzuyim. Bu kunga ancha uzun qolmadi. Xotirjam bo'lsalar, biz faqat butxonadagi oltinlarning oziyishi va xalq qalbida ulug' Allohga bo'lgan to'liq e'tiqodning paydo bo'lishigacha sabr qilishimiz kerak. Haqiqatan necha ming yillik mustabid va saxtpaz tangrilarning dini tamoman amaldan qolarmi? Ulug' Allohning irodasi, butparastlik va ko'p xil e'tiqodning va bularning tahdidining butunlay yo'q bo'ladiganligini aytib beradi. Ulug' Allohning bu o'rinlashtirishi yaqinda reallikqa aylanadi. Xonish onadan sal andish qilib qoldim. U butxona kohillerini bizning boshqurishimiz va nishonimizga qarshi kuch kiritishi mumkin. Agar xonishonamning andishisi buncha xatarlik bo'lsa, uni qamab qo'ysaqmi bo'ladi? Yo'q, bunda qilishning hojati yo'q. Kohillar bilan ko'rishmaslik uchun o'z uyda nazorat qilinsa, shuning o'zi yetarlik. Bo'ladi amsa. O'ramabdi chaqiringlar. Anamni bugundan boshlab nazorband qilmoqchiman. Kohillarning uning bilan ko'rishishini men qildim. Qachon xohlasa uni yanimga kiringlar. Sarıga bugundan boshlab ruxsatsiz hech kimni kirgizmanglar. Boshqa mamlakatlarning savdogarlaridan so'radik. Sirtdan bug'doy kirgizish imkoniyati faqatli yo'q ekan. Qo'shni mamlakatlardami qurg'oqchilik bo'lganligini aytishdi hazratim. Yurt ichidami bug'doy yo'q. Bug'doy to'plaganlarning hammasi bu 2 yildan beri ishlatib tugitib qopti. Shundaqmi? Gepimni anglanglar. Boshqa amalimiz yo'q. Amonning minglarcha xizmatkorlarini ochliqdan o'ltirolmaymiz. Bug'doyning bahosini cho'qim. Lekin butxonaning kuchi faqat mushu xazinaga qarashliq. Ibodatxona kuchini xizmatkorlari va qo'dg'uvchilardan oladi. Ularni osh tashlab qo'yamaymiz-da. Hozirgi vaqtda bug'doy oltindan qimmatli tursa, shunday emasmi? Xazinadagi boyliqlarning bir qismini bug'doy sotib olish uchun ishlatishimiz kerak. Berib, xazinadan bir sanduq oltin elinglar va bir qancha muhofizatchi bilan billa tepsidagi ambarlardan bug'doy sotib olinglar. Bug'doyni ammasdan qaytib kelgichi bo'lmanglar. Ko'rdinglarmi? Yuzarsifning oldida yengilganimizni qabul qilishga majburmiz. Ammo men vaqti kelganda Akenatun va Yuzarsifning ishini bitirman. Tanrılar Yuzarsifga qahr etsin. İlohim, ular Amonning g'azbiga uchrag'ay. Bu oltinlar Amonning saltanati va ibodatxonaning kuchini aks ettiradi. İlohim, Tanrılarning g'azab o'ti Yuzarsifga va uning g'otsi Akenatunni halok qilg'ay. Bir o'lchak. 2 o'lchak. 3 o'lchak. 4 o'lchak. 15 o'lchak.
Sen kul okşamam sen. Kengsi. İlahim, bu Altullah silahını ve ambarlarını köydürüp biter. Sizler hiç ensirmanglar. Bu Altullah silahının iş bağırınlarını köydürgen bilen bizni pakatlı köydürmeydi. Ensirmanglar. Bu Altullarınla 3000'da ben mi ya? Şundak. Ha? İbadethanı üçün min köre. Anladınlar mı? Kengsi. Boshqalarga ko'rasi birda banddan, bizga 3da banddan. Adolat mi bu? Bu Altullah ibodatxonaga hadiya qilingan Altullah sho'g'i. Shundoq. Biz Altullahni tangrilarga otgan edik. Ular bo'lsa o'zlari uchun hajlaydi ekan. Xalq ochliqdan pikilinib qolay dedi. Ammo ular shunchalik semizki, putlarining uchini mi ko'ramaydi. Allah cadisini bersin. Pes kahilani. Tez bo'linglar, tez. Tez bo'linglar. Ha, diqqat qilinglar. Avaylab ketiringlar, ha? Ming tas kelgan bug'doylar bu. Bula. Ha, obdan joylashtiringlar. Bula. Bo'lmamsa. Ha, bo'ldi. Hey! Dur. Dikkat et. Şuna bak nasıl düştü. Çok kötü düştü. Ya çok komik. Şuna baksana. Zavallı yaşlı kadın. Yaşlı kadın işte. Evet. Kalkamıyor. Nimish başkalarını raylatıpsizlar. Derhal ketinglar. Bu yerden başka yer berip oynanglar. Menglar. Evet, kalkamıyor. Züleyha hanım, bu siz mi? Sen kim? Meni qandaq tanımadınız hanım. Ben sizning sarayınızdaki xizmetçilerden edim. Siz meni azat qilgandan keyin özümge bir öy yasadım hanım. To'g'risi, hozirmi meni o'zingizning bir xizmatkori deb o'ylasangiz bo'ladi hanım. Ailang bo'lgani uchun xushal bo'ldim. Yuring hanım. Bizning uyga boraylik. Mening uyim bu yerga bek yaqin. Yo'q, bo'ldi, rahmat sana. Qayerga borasiz? Sarayga bu yo'l bilan bog'liq bo'lmaydi hanım. Birsi menga Yuzarsifning Memphisga bordiganligini aytgan edi. Men hozir Suriya darvozasiga ketib o'tdim. Nilning suyi ozlab ketgachga Yuzarsif mush tarafdan Memphisga bor ekan. Uni bek ko'gim bor. Buni kimdan angladingiz? Uni tunimsiz? Bir sizni cho'qim oldigan gap Zulayha xonim. Ko'chadagi yoshlarga deyman. Siz onun işini tapan haqqı berdiniz, shundaqmi? Menga Yuzarsifning xabarini ep kelgan kishiga tapan haqqi bermasmanmi? Agar bu xush xabar yolg'on bo'lib qolsa-chi? Agar rost bo'lsa, aytilgan joyida Yuzarsifni topsam deyman. Ammo xonim, ko'zingiz toza yaxshi ko'rmaydi. Bundaq ahvolda Yuzarsifni qandoq topsiz? Yo'q, ko'zimning nuri dahi o'chmadi. Yuzarsifni ko'rish uchun bu ko'zlarimga ehtiyojim yo'q. Hidini pursam yetarlik. U har vaqt yanimda. Men uni qalbimda cho'nqivatman. Men har vaqt Yuzarsifsiz yashamadim. Agar aksichi bo'lgan bo'lsa, hozirgacha allaburun o'lib ketgan bo'lardim. Bichar Zulayha. Bir zamanlarda Yuzarsifga oshiq edi. Mana endi rostili sarang bo'pti. Yuzarsif! Yusuf! Yusuf!
Nima bo'ldi hazratim? Birasini izlab o'tibsiz. Biri meni Yusuf deb chaqirdi. Bu yerda boshqalar meni Yuzarsif deb tunitdi. Birisini izlab o'tibsiz efendim. Ha. Bir ayolning Yusuf degan ovozi butun ovozlarni besib menga anglayotdi. Tunishli bir ovoz. O kimken? Berib qarab beqinglar. İzdiganda foydasi yo'q. Shuncha qizg'inlik bilan vaqirayotgan ko'pchilikning orasida bir ovozning egisini topmoq mumkin emas hazratim. Mangayli. Tama, Tabatmanning qizi. Demak, sizmi azod qilindingiz, shundaqmi? Bir oylik haqsiz bug'doy ola olaysiz, xonim. 10 kura! Hey, 10 kura! Kengsi. Men Tiyamni, Binginning qizi. Senmi azod qilinibsan-da? Shunda qolganda, senmi bir oylik haqsiz bug'doy olalaysan. Rasli azod qilinibsan-da. Rasli bir oylik bug'doy olalaysan. 10 kura! Kengsi. Ha, 20 kura bo'ldi. Endi mangsang bo'ladi. Nemishqa uningdan voz kechmaymiz? Chunki uni yaxshi ko'raman. Sinichi shundaqmi? Shundoq. Undaqdi sanchu. Ilgarigi saroqliqidan xafa edim. Ammo hozir menmi uningga amroq. U ko'p azob chekdi. Biz bu yerda nimani istaymiz? Menga ishongin, menmi bilmayman. Aslida mening bu yerga qaytib kelgim yo'q edi. Paranglashib mengib yo'ldan ezibdimiz va tuymasdan bu yerga kelib qaptimiz. Zulayxa xonim bizni ko'rsa, yana keldinglarmi deb xafa bo'lgan bo'ladi. Siningcha, uning azroq bug'doy beraylikmi? Bo'ladi, beraylik. Chunki Zulayxa xonim bug'doy og'ila hargizmi borolmaydi. Mushunda qilib ochliqdan o'lib ketishni qo'rqaman. Qani, mangayli. Zulayxa xonim nega ketgandi?
Bilmedim. Belkim sarayning sirtiga chiqib ketgandu. Xonim, Zulayxa xonim, Zulayxa xonim. xonim. Yo'qdirdi u. Nega ketgandi? Zulayxa xonim. Xonim, Xonim. Zulayxa xonim. Nagim ketgandu? bu yerdami yo'q? Xonim. Zulayxa xonim. Xonim, Xonim. Zulayxa xonim. xonim. Onun nerdelikini bilemem. O her vaqtdagidek koni joyda bo'lishi mumkin. Baribir keladi. Bir oz bug'doyni ovutib, xamir yo'g'rayli. Yangi nonning puriqi. İçinde kim var? Bu yerde kim var? Biz xonim, uyingizga xush keldingiz. Sarayning hamma yeriga qarasak, yo'q ekansiz. Keling xonim. Marhamat, keling xonim. Bu yerga kelib o'tirib, ozroq noya biling. Bek chiroyli gap qiladi ekansizlar. Kim sizlarni bu yerga kelinglar dedi? Bu yerga keling xonim. Bu yerga kelib o'tiring. Bir oz orom olib oling. Zulayxa xonimning qo'rsiq ochdimikin deb o'ylab, bir oz bug'doy o'tib, non pishirdik. Bir oz bug'doyni suvda pishirdik. Avval siz bilan ko'rishib, ondan ketaylikmikin deb o'yladik. Ketishinglarning hojati yo'q. Odam uyni tashlab hech yerga ketolmaydi. Bizning ketgidek yerimiz yo'q. Kichikimizdan beri mush yerda cho'ng bo'ldik. Qayerga mi ketdik? Yana bir tarafdan bu yerga ko'nib qaptimiz. Ham sizni yaxshi ko'ramiz. Ketayli degan edik. Ammo qayerga? Bizmi bilmadik. Va tuyuqsiz o'zimizni sarayning ichida ko'rdik. Mening sizlarga ehtiyojim bor. Mening bilan birga qilishinglarni xohlayman. Sizlardan boshqa hech nimam yo'q. Bizga qayerga borganligingizni aytib bermamsiz? Yusufni ko'ygili bordim. Yusufnimi? Shundoq. Yusufni ko'ygili bordim. Uni ko'rdingizmi? Ha. Uni ko'rdim. Hamda qong'ich ko'rdim. Onu Yuzarsif deb chaqirsam meni farq etamidi. Ammo Yusuf deb chaqirsam farq etdi. Keyin meni izladi. Onu sizni ko'rdimi? Yo'q.
Yüzümni yuşurup ağandım. Meni bundaq görüşünü xalamayman. Amma onu qanğıç körüp ağınım üçün ben xoşal boldum. Muşu aciz gözleriniz bilenmi? Şundaq. Bütünlay äma bolmasdın. Onu körüp ağınım üçün men intayin xoşal boldum. Yusuf tantanilik, hayvetlik holatda tüptüz turatdi. Hammeylan onu ko'rgan uchun bakli xo'shal edi. Ba'zida mendan boshqalari nemishqa onu yaxshi ko'radi deb qizg'anatdim. Ba'zida Yuzarsifni manga o'xshash ulug' bilib aziz ko'rgani uchun bu xalqqa hayronlik bilan qaraydim. Silolaga barmiz. Allah ulug' Yuzarsifqa uzun ömür bersin. Xush keldingiz hazratim. Agar bug'doylarni bashaqlar bilan saqlamagan bo'lsangiz, endi hayvonlarimiz o'lgan bo'ladi hazratim. Bularning hammasi Allohning sizlarga ko'rsatgan rahmati. Bug'doyni bashaqlar bilan saqlashning yana boshqa foydali taraflarimi bor? Atmış göre. Kingsi. Ha. Ne bu? O tipning oğlu. 7 kişilik ailesi var. 15 koyu ve 2 kalısı var. 7 kişi üçün 70 göre, yani 70 de ben. Hayvanlar üçün 20 baksaman cemi 90 da ben. Mening pulim yo'q. Ailangda ve urug' tuqqanlaringda yo'q mu? Afsus, uladimi yo'q. Lekin kali bilan qo'ylarim bor. Ularni bersam bo'lar. Albatta bo'ladi. Inak bilan qo'yni alsaqmi bo'ladi. Bu hayvonlarning Misr davlatiga tava ekanligini tizimlagandan keyin ularni egisining beqishiga topshirib beringlar. Bu bodayning haqqiga bergan qo'ylarimni yana men o'zim boqamdim. Shundaq, lekin shuni bilib ol. U hayvonlar Misr davlatiga mansub. Davlat qachon xolisa ularni sendan elib oladi. Minnatdorman Allohning payg'ambari. Ko'p tashakkur sizga. Bundan ortiq yaxshilik bo'lmas. Menga bir kali hisobiga buğday beringlar. Qaysi hujjatga imzo qo'yishim kerak? Ko'p rahmat Allohning payg'ambari. Rahmat. Alloh sizlarni panohida saqlasin. Daballari yo'q bo'lsa, oltin yoki kumush elinglar. Agar umi yo'q bo'lsa, hayvonlar hisobiga qarz hisoblasanglar bo'ladi. Lekin hargiz ep ketmanglar. Hayvonlar bo'lmasa, mol-mulkini qarziga hisoblanglar. Mol-mulkini almashtirib hisoblanglar. Lekin ishiltish huquqini hargiz elib olmanglar. Yerlarini elinglar. Yomg'ir yoqqanda terish kerak degan shartni qo'shib qo'yinglar. Ammo bu mening kallamdan ancha o'tmadi. Kingsi. Maqsadim adolatni kengaytirish. Keyinchi tushunib qolasan. Mayli. Bu elish va yana omonat qilib qaytirib berish menga chaqchaqdek tuyulyotdi. Mol-mulki yoki hayvonlarning hisobiga ularga bug'doy beramiz. Ammo ularga yana o'zlari ega bo'ladi. Sabr qilishing kerak. Vaqti kelganda bu chaqchaq sen xiyolingga keltirmaydigan bir haqiqatga aylanadi. Sana shuni aytib qo'yay. Nurg'un ishlar tangishlishi kerak. Yuqorida bo'lganlar tövanga tushishi kerak. Tövandagilar bo'lsa bir qadam yuqorilishi kerak. Sizningcha bu mumkin bo'ladimi? Alloh xolisa, cho'qim mumkin bo'ladi.
Bu sen mitin aman. Bir vaqtlarda çıraylı hujramning bir bulungida g'urur bilan turatdim. Gunohimni ko'rib qolmasligingni umid qilatdim. Gunohimni ko'rib qolmasliging uchun üstünge yağlık atıp koygan edi. Nemi bo'ldi? Nemişki yerde yürüysen? Bilim. Bir mezgil senin bilen karım bo'lmadi. Bekli acizleşip kettim. Bilim. Öz işimni mi göremeyim? Men Ali mertebege egi çağda sen mu en yuqur orunda turatding. Özümni unutgancha seni mi unutibdiman? Nima deb yolg'on so'zlay? Bilasan. Bütün hayatımda seni qo'g'dab keldim. Ammo afsuski sen bu qo'lingga hech yordam qilmading. Sen menga Amon ibodatxonasining ilohasiga faqatli e'tibor qilmading. Men huzuringda sening oldingda gunoh o'tkazishdan xijil bo'latdi. Ammo sen meni nomusqudek ahvolga tushib qolishdan qutqizolmading. Buni menga qilmasliging kerak edi. Sen Misrliklarning ulug' tang'isi. Sen Amonsan. Sen ulug' tang'risan. Ammo yo'q. Keyingi vaqtlarda Misrliklar tang'risini almashtirmoqchi bo'lyotdi. Aslida Yusuf almashtirmoqchi bo'lgan edi. O öz tang'risining bir ilohaning sening o'rningni elishini umid qiladi. Bu uning uchun haqsizlik hisoblanmaydi. Ama gördün mü? Yusuf adli bir kul idi. Ama onun tanrısı onu Mısır azizı kıldı. Yusuf'ның bundaq bir tanrısını ulug'lashi tabiiy emasmi? Qullarga bunchalik saxiylik qiladigan bir tanrısını ulug'lamasdan seni ulug'lasinmi? So'zla bana Amon. Amonning o'rniga uningga ishonish kerak emasmi? Sen nima qilding? Hech bo'lmaganda Yusuf'ning tanrisidan qullarga marhamat qilishni o'rgan.
Mana bu. Yusuf'ның qulluq hücceti. Hazırmı benim kolumda? Görüp atamsan. Yusuf'ның tanrısı. Qandaq qilib. Eng töven mertebeden. Eng yuqori mertebege eriştirdi. Ama sen Mısır'ның hanımını eng yuqori mertebeden eng töven mertebege düşürüp koydum. Yusuf'ның tanrısıga deymen ki barlıqlarının laneti sana bolsun. Meni bu ahvalga sen düşürüp koydun. Sen Züleyxa'nı qutquzishga ojizsan. Meni bu ahvolga tushirgan sen emas, balki Yusuf'ning tanrisi. Ben bu teveccühlikni qabul qildim. Ben Yusuf'ning tanrisiga arz qildim. Kimsan? Bu yerda nima ish qilasan? Nimaga kelding? Biz xonim, sizga yeydigan narsa keldik. Amonga nima qilganligimni ko'rdinglarmi? To'g'ri qilibsiz. Buni burroq mushunday qilishingiz kerak edi. Yusuf'ning tanrisining haqqini qandoq o'tayman? Uni qandoq xushal qilaman? Uni qandoq xushal qilaman?